Assalomu alaykum aziz obunachilar. Mana xudo xohlasa navbatdagi zdaniyamiz ham tayyor holatga keldi. Ko'rib turganlaringizdek konteyner materialdan ikki tomonlama suv ketadigan qilib berganmiz. Bu ob'yomimiz xudo xohlasa 100% konteyner materialdan bo'ldi. Ko'rib turganlaringizdek katta zdaniya. Orasi 1.25 dan qo'yildi. Mana bu tomonlardan ko'rinishlari. Mana rekalarimiz xudo xohlasa to'sinlar to'g'ri bo'lgani uchun tekis tortilgan. Kimga mana shunaqa ob'yomli ishlar bo'ladigan bo'lsa, katta kichik ob'yomli ishlar bo'ladigan bo'lsa, bemalol aloqaga chiqib ko'rasizlar. Video jarayonida nomerlarimizni qoldiramiz. Mahsulotlarimiz konteyner mahsulotlaridan bo'ladi. Bundan tashqari mini stadion, kotej, shu katta ob'yomli tomlar hammasi ketaveradi. Xudo xohlasa ishlarimiz yoqsa bittadan like bosib qo'yasizlar. O'zbekiston bo'ylab xizmat ko'rsatamiz, aloqaga chiqib ko'rasizlar. O'zbekistonning 12 ta viloyati bo'ylab xudo xohlasa xizmat ko'rsatiladi.